Xullas yengillik, endi uy oldi sottisini naqd ko'rinishda qila olmaysiz. Ya'ni uy oldi sotdida mexanizmda ozgina o'zgartirishlar bo'lishi kutilyapti. Ya'ni hozir qonunchilikda bu narsa ko'rib chiqilyapti. Menimcha tez orada kuchga kirsa kerak. Ya'ni hozirgi holat qanaqa? Hozir oluvchi, sotuvchi notariusga kirib qo'l qo'yishdan oldin pul oldi berdisini naqd ko'rinishda qilishadi. Mana shu mexanizmga o'zgartirish kiritilyapti. Ya'ni sotib oluvchi kelishilgan pul miqdorini borib bankka qo'yadi va bank tomonidan qanaqadir kafolat xati beriladi. Misol, eng sodda ko'rinishi nima aytyapman? Bu boshlanishida shunaqa bo'lib, keyinchalik onlayn ko'rinishida ham paydo bo'lishi mumkin. Balkim sirazi onlayn bo'lishi mumkin. O'sha xatni keyin notariusga kelib qo'l qo'ygan paytida uyni sotgan odamga beradi. Keyin u borib bankdan o'zini pulini olaveradi. Olsa naqd, olsa boshqa o'zini hisob raqamiga ko'chirib yuborishi mumkin. Onlayn bo'lsa qanaqa bo'lishi mumkin degan bo'lsa, o'sha notariusda oldi sotdi bo'lgandan keyin notarius orqali bazaga tushadi, kompyuterga, va bu narsa bankka bazasida ham ko'ringandan keyin avtomatik ravishda sotuvchini hisobiga o'tadi va sotuvchini telefoniga SMS kelishi mumkin. Siz mana bu uyni sotganingizga mana buncha pul sizning hisobingizga tushdi degan holatda, misol holatda. Ya'ni bu narsa o'zi dunyoda bor edi. Ya'ni misol uchun Rossiya bozorida ham bor edi. Buni hozir bir necha yil oldin bu narsa o'sha ishlaydi. Bizga ham qachondir kirib kelishi aniq edi. Menimcha 26-yildan o'sha bu narsani amaliga oshirishsa kerak, kuchga kirsa kerak. Bular shunaqa.